Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun bir ajoyib kitob haqida gaplashamiz. Kitob psixologiyaga oid va kitobni gaplashib bo'lganimizdan keyin psixologiya sohasida biroz bo'lsa ham tushuncha paydo bo'ladi degan umiddaman sizlarda. Kitob bilan tanishish voqeasi ham juda ajoyib bo'ldi. O'tgan hafta bir hafta mehmonxonada qolishga majbur bo'ldim ishim yuzasidan. Va o'sha mehmonxonada qolganimda bir professor ham o'sha mehmonxonada qolgan ekan. Biz tanishib qoldik. Tanishib universitetda dars beradigan professor ekan. Tanishib, suhbatlashib, gaplashgandan keyin meni qiziqishlarimni bilganidan keyin yonida olib yurgan bir asari bor ekan. O'qib bo'lgan, yo hali o'qib bo'lmagan asari bor ekan. O'sha asarni berdi. Sen shu yerda yana 2 kun qolasanmi? Ha. Bu kitobni o'qi, men senga butunlay bermayman. O'qib berganingdan keyin qaytarib berasan. Men buni olib ketaman dedi. Va o'sha paytda endi inglizcham zo'r bo'lmasa ham qo'limdan kelganicha tarjima qilib, boshqa qilib u asarni o'qidim. Juda qiziqib qoldim asariga va oxirida kitobni menga qoldir, menga ber desam bermadi. $10 sotib olsang bo'ladi bu kitobni dedi. Nimaga? Chunki tagida zametkalari bor ekan, o'zi yozib qo'ygan. Zametkalari ham bor ekan. O'shaning uchun bergisi kelmadi kitobni. O'zim boshqa olaman dedi. Kitobning nomi ham ajoyib. Crazy Like Us: The Globalization of the American Psycho. Ya'ni biz kabi jinnilik yoki amerikancha jinni bo'lish deb tarjima qilsa ham bo'ladi bu asarni. Bu asarni muallifi Ethan Water taxminan 2010-yillarda chop etilgan. Bu Ethan Water o'zi ham jurnalist, ham tadqiqotchi ekan va bu asarni tuzishda psixolog Edward Sheltonning nazariyalariga tayanib tuzgan. Asardagi asosiy iddao shu. Bu Amerikada APM degan tashkilot bor. Bu tashkilot nima qiladi? Barcha tashxislarni, simptomlarni tadqiqotlar o'tkazadi. Insonlarda professorlar, olimlar tadqiqotlar o'tkazishadi. O'sha tadqiqotlar natijasida psixologlarga tavsiyanomalar berishadi. Qanaqa tavsiyanoma? Masalan, siz oddiy doktorga bordingiz. Doktorga borib turib, men tomog'im og'riyapti, o'ksiryapman, boshim og'riyapti, ismalayapman desangiz, 5-6 ta simptomingizdan kelib chiqib gripsan deydi. Ya'ni u qayerdan oladi u simptomni? Tibbiyotda ham shunaqa tavsiyanomalar bor. Shu simptomlar bo'lsa grip yoki shu bo'lsa boshqa bir kasallik deb simptomlardan kelib chiqib sizga kasallik belgilashadi. Va bu meditsinada tavsiyanomalar olimlar tomonidan tadqiqotlar o'tkazilgandan keyin ommaga e'lon qilinadi. Har 2 yil, har 5 yilda o'zgarib turadi tadqiqotlar natijasi yaxshilangandan kelib chiqib endi o'zgarib turadigan narsa va psixologiya sohasida ham shu IPM degan tashkilot tadqiqotlar o'tkazadi va butun dunyodagi psixologlarga tavsiyanomalar beradi. Ya'ni siz masalan psixologga borsangiz, shunaqa bo'lyapman deb bir 10 xil holatingizni aytsangiz, o'sha 10 xildan bir 7 xilni bundoq ajratib turib, ha, sen DSM degan anaqaga ko'ra broshuraga ko'ra sen falon kasallikka uchrabsan, falon kasallik bor deb tashxis qo'yishadi. O'sha simptomlarini o'shalar belgilab beradi va tashxislarni qanday qo'yishni o'shalar maslahat berishadi. Buni O'zbekistonda ham boshqa joylardagi psixologlar bundan foydalanishadi bu narsadan. Endi psixologlar deganda hozirgi hali sharlatan psixologlarni aytmayapman. Astrologiya, numerologiya, taro, maro bloklarni yechamiz degan psixologlar emas, soxta sharlatanlar emas, haqiqiy rostdan psixologlar shulardan tavsiyalar oladi. Xo'p, bunda muammo nimada desa va mana shu DSM degan platformada o'shani beradi, o'sha tavsiyanomalarni va buni Yevropaning ham aynan shunaqa tashkiloti bor. Ular birga ham maslahat ishlashadi baribir. Muammo nima desa, muammo amerikancha dardni his qilish, psixologiyani amerikancha turini globallashishi va butun dunyodagi insonlarni ruhiy zihniyatini bir standartga, amerikancha standartga o'tirilishi deb ta'riflangan. Bu yerda sal qiyinroq bo'lyapti, lekin hozir misollardan tushuntirsam soddaroq tushuntiriladigan bo'ladi. O'zi 4 ta misol keltirgan bunga va o'sha misollardan kelib chiqib mana shunaqa muammolar kelib chiqadi agar biz faqat DSMga murojaat qilaversak, o'z insonlarni urf-odatlardan ajratib turib psixologiya qiladigan bo'lsak, bu muammolar kelib chiqadi deb 4 ta misolni keltirgan. Misollardan birinchisi Gonkongda 90-yillarda o'sha olimlar bir tadqiqot olib borishganda qiziq voqeaga duch kelishgan. Amerikada va Yevropada boshqa davlatlarda anoreksiya kasalligi bor, lekin Gonkongda yo'q.
deydigan darajada kam, ya'ni anoreksiya yo'q deyarli. Va olimlar hayron bo'lishgan, nimaga Gonkongda anoreksiya yo'q? U psixologik kasallik u. Anoreksiya nimaligini tushuntiraman. Anoreksiya shu DSMdagi tashxislarga ko'ra, ya'ni amerikaliklarning tashxislariga ko'ra o'zini doimiy semizsiz qilish holati bo'ladi odamda va ovqat yemaydi odam. U 50 kilo bo'lib ketsa ham, 40 kilo bo'lib ketsa ham, 30 kilo bo'lib ketsa ham doimiy semizman degan ichida hissiyot bo'ladi. Shuning uchun ovqat yemaydi va bu ovqat yemaslikni fojiali oqibatlarga olib kelishi mumkin. Hatto o'limga olib keladi. Anoreksiya shunaqa psixologik juda opasniy, ya'ni xavfli kasalliklardan biri. Va mana shu narsa Gonkongda kuzatilmagan. Va olimlar borib kuzatishganda Gonkongda buni boshqacha ifoda qilishgan. Masalan, oshqozonimda shish bor, tomog'imdan o'tmayapti, ishtaham yo'q deb ifoda qilishgan. Ya'ni anoreksiya o'shanda ham juda ham kam bo'lgan. Lekin bir voqea bo'lgan, 1994-yilda ismi ham Charlin Hu degan 15 yoshli qizcha ko'chada o'lib qoladi. Ya'ni bunaqa dumalab yotib o'lib qoladi va uni ko'rganlar xuddi 40 yoshli, 50 yoshli qarib qolgan ayolga o'xshatishadi. O'sha ochlikdan, shunaqa kasallikdan shunaqa qarib qolib tez vafot etgan. Va buni anoreksiyaligini bilib qolib, Gonkongda endi televideniyalarga chiqib, olimlar, mutaxassislar, psixologlar chiqib anoreksiya haqida gapira boshlashadi. Insonlarga buni tushuntirishimiz kerak, anoreksiya nimaligini, buni qarindosh urug'lar ham bilib, ularga yordam berish kerak, bu psixologga borish kerakligini tushuntirishimiz kerak deb olimlar yaxshi niyat bilan, ya'ni insonlarning hayotini qutqaramiz degan niyat bilan televideniyaga chiqib, boshqa joylarga chiqib, olimlar, tadqiqotchilar gazetalarni yozishni, gapirishni boshlashadi. Anoreksiya bu odam doimiy o'zini semiz deb his qiladi, shuning uchun ovqat yemaydi, shuning uchun vafot etishi mumkin, bunga ehtiyot bo'lish kerak. Oilangizda shunaqa narsa bo'lsa e'tibor bering degan tavsiyalarni berishadi va qiziq tomoni shundaki, bu tavsiyalarni bergandan keyin Gonkongda birdaniga o'smir qizlarni orasida ayniqsa va boshqa turdagi masalan erkaklar, kattalarda, ayollarda ham, erkaklarda ham birdaniga anoreksiya kasalligiga chalinganlar ko'payib ketadi va u juda ham ortish bo'ladi. Ya'ni kasallik haqida tushuncha paydo bo'lgandan keyin o'sha kasallik ortishni boshlaydi. Ya'ni amerikancha anoreksiya bilan kasallanish paydo bo'lishni boshlaydi va bu yerdagi noto'g'ri tushunilmasin, rostdan ham odamlar, ya'ni e'tibor tortish uchun emas, rostdan ham anoreksiya kasaliga duchor bo'lishadi buni eshitgandan keyin. Va buni shu insonlar bu ma'lumotga ega bo'lgandan keyin simptomatikasi amerikancha siqilishga o'tganini aytishadi. Ya'ni oshqozonim og'riyapti, tomog'imdan o'tmayapti emas, endi men o'zimni semizsiz qilyapman deb boshqa simptomlarga o'tishga va bu ko'payishiga sabab bo'ladi kasallik haqida ma'lumot paydo bo'lgandan keyin. Va yana bir qiziq narsa bor. Prinsessa Dianani 1995-yillarda yozgan bir asari bor. Va o'sha asarida bulimiya haqida gapirib o'tiladi. Bulimiya anoreksiyaga o'xshaydi, faqat unda qayd qilaverasiz, to'xtamay yegan narsangizni qayd qilaverasiz. Va o'sha asarni o'qigandan keyin ham birdaniga qizlarning, ayollarning orasida bulimiya kasalligi ko'payganini his qilishgan. Va ikkinchi anaqamiz, misolimiz Shri Lankada bo'lgan 2004-yilda 26-dekabrda juda katta tsunami bo'lgan ekan Shri Lankada va 30 mingdan ortiq inson vafot etgan o'sha juda katta tsunamida. Va butun dunyodan, g'arbdan borgan psixologlar yaxshi niyat bilan o'sha yerdagi endi kimnidir oilasi o'lgan, travma yashagan, o'zi amerikacha psixologiyada shunaqa, siz birorta travma yashadingizmi, travmadan keyin uni kimgadir gapirib berishingiz kerak. Ya'ni kimga, psixologga borib gapirib berishingiz kerak. Agar u travmani ichingizda saqlaydigan bo'lsangiz, u ichingizda blok bo'lib qolib ketadi, u travmani yechib olmay keyin doimiy bundan qiynalib yurasiz degan o'sha Freuddan biroz olingan o'sha post travmani gapirib berib yechish narsasi bor. Va o'shani qo'llash uchun olimlar endi Shri Lankadagi fojiadan keyin borib insonlar bilan suhbat o'tkazishadi. Ma'lum bir guruhni ajratib olishadi. Ya'ni hamma bilan emas, masalan 10 ming kishi jabr ko'rdi. 20 ming kishidan
10 ming kishi qoldi, qolgan 10 ming kishisi o'ldi. Odamlar motamda jabr ko'rdi va o'shalarni bir mingtasini ajratib olib, ular insonlarni shu dardingni gapirib ber, qani nima bo'ldi? Odamlar o'tirib gapirishgan, nima mana shu yerda o'tirgan edim, ana yerda otam ishlayotgan edi dalada va birdaniga telefon keldi, otamni o'tib ketdi, o'ldi. Mana shunaqa qilib ishlardagi travmani, ya'ni motamni gapirib berib yashashgan. Va psixologlar ularni davolashga harakat qilishgan, dardlarini eshitib, boshqa qilib davolashga harakat qilishgan. Va o'sha muolajalar o'tgandan keyin, ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin qani biz natijamizni ko'raylik. Olimlar bir ish qilgandan keyin natijasini ko'radi, tadqiqot o'tkazadi. Qani bir natijamizni ko'raylik deb haligi mingta inson bilan boshqalarni solishtirib ko'rishgan, ya'ni psixologik holatini tadqiqotda solishtirib ko'rishganda haligi mingta odamni psixologiyasi qolganlardan ko'ra yomonroq holdaligi, ular travmani hali ham o'tkaza olmagani, travma qolganini, psixologiyasi nabarot orqaga ketganini aniqlashgan va hayron bo'lishgan. Nimaga deganda, chunki boshqalar o'sha Shri Lankadagi endi urf-odatga ko'ra boshqalar o'sha motam bo'ladigan bo'lsa, bir travma yashaydigan bir kimsa motamda vafot etadigan bo'lsa, ular masalan ibodatxonalariga borishadi, yo birga fojia bo'ladigan bo'lsa, birga ibodatxonalarni qurib, birga hasharlar qirib, birga odamlar bilan uylarni qayta qurib berib, bir-birlari bilan suhbatlashib, bir-birlariga dastak berib, endi qanaqa urf-odatda bo'lsa motamida, o'sha urf-odatlarni bajarishgan bo'ladi. Bular urf-odatlarni bajarmas shunchaki psixologga gapirib berishgani uchun voqea ularga qattiqroq ta'sir qilgan. Ya'ni motamni travmasidan chiqib keta olmagan, bu tragediyani travmasidan chiqib keta olmagan bo'lib qolishadi. Va bu yerda ya'ni insonlarni motamni yashashi ham turlicha bo'lishini, ya'ni ruhiy holatini turli madaniyatlarda, masalan amerikancha motam o'tkazish shart emas, o'zini madaniyatlarini, turli madaniyatlarning turlicha motamlari bo'ladi degan ma'noda, ya'ni o'shalar o'sha insonlarga, madaniyatlarga ko'proq foyda beradi degan tarzda bir narsa yozgan bu misolda. Masalan, bizda ham bor. Misol uchun bizda kimdir vafot etadigan bo'lsa, odamlar yig'ilishadi, 10ga, 7siga, 40ga yig'ilishadi. O'sha uyni egasi xizmat qiladi, o'sha odamlarga osh beradi, mehmon qiladi, ovqatlarni to'shiydi va motam egasi, janoza egasi odamlarga xizmat qiladi. Va Ethan Waterni va o'sha psixologlarning aytishi bo'yicha mana shu narsa ham insonda o'zini fojiasini, o'z yaqiningizni yo'qotsangiz, o'zi katta travma, katta fojia bu. Shu fojiasini o'tkazishda yordam beradigan narsa. Ya'ni u odamlar sizni borib oshingizni yeyishga zor emas. Bir kosa oshingizni yeyishga, shunchaki u odamlar siz bilan hamdardligini bildirish uchun siz odamlarga xizmat qilganda biroz chalg'iysiz va mana shunaqa qilib motamingizni o'tkazasiz. Ya'ni bu travmangizdan, ya'ni bu yo'qotishingizdan shunaqa qilib o'tib olasiz. Va mana shu protsessni nazarda tutyapti. O'sha har bitta madaniyatni motamni o'tkazish protsessi bor va ularni biz chiqarib tashlamasligimiz kerak. Ularni ham foydasi bor. Biz ularni tushunib yeta olmasmiz amerikancha o'ylab, lekin ularni ham foydasi bor degan ma'noda aytgan. Endi 3-misoliga keladigan bo'lsak, Zanzibar degan Afrikaning bir davlatida ajoyib voqea, shizofreniya kasalligiga uchraganlar juda kam bo'lar ekan va shizofreniya kasalligiga uchraganlar juda tez davolanar ekan. O'zi psixologiyada shizofreniya kasalini amerikacha psixologiyada, ya'ni olimlarning hozirgi ilmiy psixologiyada shizofreniyani davosi yo'q o'zi. Bu kasallikka uchragan insonni davosi yo'q, unga doimiy muolaja olib borish kerak, jamiyatdan biroz izolyatsiya qilinadi u odam va mana shunaqa tavsiyalar beriladi. Ya'ni uning davosi yo'q deb tushuniladi. Endi Zanzibarda qanaqa ekan deb o'sha olimlar tadqiqot o'tkazishsa, u yerda Zanzibarda, endi Zanzibar musulmon davlat ekan o'zi va o'sha yerda shizofreniyani boshqacha ta'riflashar ekan. Ya'ni shizofreniyani jinkirdi deb ta'riflashar ekan va o'sha bu ovozlarni eshitishi boshqasi o'sha jinkirganidan
ya'ni sen o'zing kasal emassan, senga tashqi olamdan bir ta'sir bo'ldi, u ta'sir o'tib ketadigan narsa, senga biz yordam beramiz. Jinkirganni masalan domlaga borib o'qitib, ya'ni uni tuzalishiga ishontirib o'qitib, yoki masalan u ishlarni qildirib, bu yerni shupur, mana shu ketmonni chop, bu yerni chop deb jamiyatda birga, ya'ni jamiyatdan ajratib qo'ymas, birga o'shani shuni bu vaqtinchalik o'tib ketadi deb qabul qilingan. Ya'ni bo'ldi, bu shizofreniya, bu tuzalmaydi, bu doimiy davolab yurish kerak emas. O'sha jinkirgan bu o'tib ketadi. Seni aybing emas bu deb insonlarga qabul qildirishganida davolanishlar soni juda ko'pligi, buni effektivligi aniqlangan ekan va u yerga borib ham ba'zi ana shu jinkirdi deb endi shizofreniya tashxisini qo'yishgan va shizofreniyani olimlar o'sha Zanzibardagi odamlarga tushuntirib borishgan. Ya'ni bu shizofreniya, buni tushunmaysan, tuzalmaysan, bu qilish kerak, seni biroz izolyatsiya qilish kerak, u qilish kerak, bu qilish kerak deganda va o'sha ma'lum bir insonlarni ustida tadqiqot o'tkazishgan va o'sha insonlar jamiyatdagi boshqa u tadqiqot o'tkazmagan insonlardan ko'ra kamroq tuzalish yoki umuman tuzalmaslik holatlari bo'lgan ekan mana shu jihatdan. Va bu aynan shu ya'ni amerikancha siqilish shart emas, amerikancha tashxis qo'yib siqilish shart emas, hamma joyni o'zini urf odati bo'ladi degan ma'noda endi gapiryapti buni. Va 4-chi keysimiz juda ham ajoyib. Xo'p, 4-chi keysimizda shunaqa, Yaponiyada bir g'alati holat bo'lgan ekan. Yaponiyada 90-yilgacha depressiya umuman yo'q hisoblanadigan darajada bo'lgan ekan. Ya'ni va bir farmatsevtika kompaniyasining nomini ham yozib oldim. Xo'p, GlaxoSmithKline degan farmatsevtika kompaniyasining Paxil degan antidepressant dorisi bor. Va Yaponiyada 1990-yillarda bir ajoyib kompaniya uyushtirishar ekan. Ya'ni Yaponiyada o'zi depressiyani boshqacha ular baholashar ekan, boshqacha qarashar ekan. Depressiya degan narsani ular bilmas ekan demani. Va butun olimlar, ya'ni o'sha farmatsevtika kompaniyasini zakazliga binoan butun olimlar, psixologlar, tibbiyotchilar chiqib televideniyada, matbuotlarda depressiya degan narsa borligini, u shu holatlarda paydo bo'lishini, bu normal narsaligini, qo'rqmaslik kerakligini tushuntirishgan odamlarga, ya'ni depressiya bor deb tushuntirishgan va buning nomini mononoavare deb nomlashgan ekan. Ya'ni buni qalbning shamollashi, qalbning gripp bo'lishi, bu holat bo'lishi mumkin. Sizda bo'lsa xotirjam bo'ling, buni bizda davosi bor. Mana bizda Paxil degan tabletka bor. Buni ichsangiz davolanasiz mana shu depressiya kasalligidan deb 1990-yillarda yaponlarga buni tushuntirisha boshlashgan depressiyani va o'sha 1998-yilda bu oxiriga yetgan bo'lsa 2000-yillarda birdaniga o'sish bo'lgan ekan. Birdaniga 1 million dona depressiya tashxisi bilan ayollar, erkaklar, asosan ayollarda va ishlaydigan erkaklarda depressiya tashxisi qo'yila boshlangan ekan. Va bu ana shu farmatsevtika kompaniyasini, o'sha dorisini sotish kompaniyasi bilan bog'liq tarzda bo'lgan ekan. Endi mana shu 4 ta misolni keltirgan va shu har doim ham yaxshi emas. Bu biz faqat amerikancha kasal bo'lishimiz har doim ham yaxshi emas degan narsani keltirgan ekan. Endi buni men bir o'qigandan keyin o'ylab ko'rdim va so'radim ham. Masalan, hozir bizda postradavoy depressiya, ya'ni tug'ruqdan keyingi depressiya degan narsa ayollarimizda bu tushuncha ko'payayotgan ekan. Ya'ni unda nima bo'ladi? Shu bolasini begonasirashi, hayotni savol ostiga qo'yishi, to'g'ri turmush qurdimmi deb savol ostiga qo'yishi, ya'ni depressiyaga kirishi, siqilishi paydo bo'layotgan ekan. Bu tushuncha shu psixologiya orqali g'arbdan kirib kelgan tushuncha, tug'ruqdan keyingi depressiya. Buni men kattalardan surishtirdim, savol berdim. Sizlar shu nimalar qilgansizlar deb savol berganda,
Buni bizda urf-odatimizda bu narsani boshqacha yengishgan ekan va hozir ham vodiyda ba'zi tumanlarda, masalan, bizni tumanimizda ham bor bu. Masalan, ayol kishi o'sha farzand dunyoga keltirgandan keyin uni chillali ayol deb e'lon qilinib, u ayolni 40 kun bir joyda saqlab, o'sha hammani kirgizishmaydi, izolyasion, o'sha u ayolni eng yaqinlariga kira oladi va u ayol faqat bolasi bilan shug'ullanadi va u bolasiga ham qarab turiladi. Uni qo'lini suvga tekkizishmas ekan, gaplari bo'yicha. Suvga tekkizishmas degani nima ekan? Idish yuvdirishmas ekan, kir yuvdirishmas ekan, bolani ham, ayolni ham kiyimini o'sha qaynonasi, qaynotasi yoki onasi o'sha yerdagi ayollar kiyimini yuvib berishar ekan. Unga maxsus dietalar, ya'ni dietetskiy ovqatlar qilib berishar ekan. Va u ayol san endi mana shu etapdan o'tasan, sanda og'riq bor, san tushunamiz, sanga hamdardmiz, seni ehtiyot qilamiz, san bilan birgamiz deb turib, mana shu depressiya deb nomlangan, o'sha tug'ruqdan keyin depressiya deb nomlangan holatni urf-odatimizda mana shunaqa o'tkazishar ekan va bir ikki kishidan so'raganimda, yo'q, bizda unaqa hali bolani begonasirash, bu yerga to'g'ri tegdimmi, turmushim to'g'rimi, hayotni savol ostiga qo'yish, siqilish, unaqa narsalarsiz o'tar ekan u narsa. Ya'ni u narsa bo'lmas ekan, unaqa depressiya holati bo'lmas ekan. Mana shunaqa chilla protsessi o'tilgan. Endi hozir nimaga unaqa emas desa, hozir endi urbanizatsiya, odamlar shaharlarda yashayapti. Qaynona qaynotasidan, ota-onasidan alohida yashagandan keyin, yolg'iz yashagandan keyin, o'zi kirini yuvib, o'zi idishini yuvib, o'zi ovqatini qilgandan keyin va o'sha tug'ruqdan keyingi depressiya, poslerodovaya depressiya degan narsani o'qiganidan keyin bizni jamiyatimizda ham mana shu narsa ko'payayotgan ekan. Shu haqida gapiray dedim. Kitob ajoyib. Men bir ikki kishiga iltimos ham qildim. Avaz akaga yoki balkim Azizullohga yoki Odilxonga iltimos qilamiz. Bu kitobni agar topsam, jo'nataman ularga. Mendan inglizchani yaxshi bilishadi. O'zbekchaga tarjima qilishsa ajoyib kitob ekan. Ya'ni men bermagan hali ma'lumotlari ham ichida juda ko'p. U o'qisa jamiyatimizga foyda bo'ladi degan umiddaman. Menimcha videomiz ancha sizlarga foydali bo'ldi, manzur bo'ldi degan umiddaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.